Mahmudbek ota yaxshimisiz, salomatmisiz? Rahmat, ha, menman Mahmudbekman. Kayfiyatlaringiz, sog'liqlaringiz, ahvollaringiz yaxshimi otajon? Quvonchli kunlarda qo'ng'iroq qilib, bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Tan joni salomat bo'lsin. Haqiqatdan men salomatchiligimga ancha qiziqyapsizlar. Haqiqatdan salomatchilik sekin-sekin yaxshi olib boryapti. Sizlar o'zi kim bor? Sizni radioda ovoz eshitganmanmi? Judayam yaxshi. Ayni damda sizga kutilmagan qo'ng'iroq tabriklari loyihasi ijodkorlari tomonidan qo'ng'iroq qilyapmiz otajon. Ushbu loyihaning boshlovchisi siz bilan jonli muloqotdaman. Avvalambor bugungi go'zal ayyomlar, shukronali, shodiyonali kunlar. Alloh muborak qilgan qarshilab olayotgan yana bir qutlug' va xayrli yoshlaringiz bilan tabriklaymiz. Rahmat, meni tabriklayotgan bu jigarlarim kim ekan? Qani nima deb o'ylaysiz? Taxminingiz bormi otajon? Sizlarni endi jigarlarim, o'g'illarim ishda bo'shamay qolyapti. Oydin qizimdir. Chevaracham Mubinoydir. Sanabarxondir, jigarim, Tohirjon jigarlarimdir. Toshkentliklar meni tabriklab qolishi mumkin-da. Mashalloh. Oydin qizim deb o'ylayman. Albatta, bitta taxminni o'zida yo'q, ikkilanmasdan, adashmasdan to'g'ri topdingiz otajon. O'zingiz ta'kidlagandek, nabira qizingiz Oydinoy opa, sizni barcha yaqinlaringiz, Ulfatxon opa, Husnobodxon opa, kuyovingiz Hamzabek aka, o'g'lingiz Sarvarbek aka, Muhammad Sodiq aka, Hurriyatxon opa, nabiralaringiz Abdumirsulton, Mohiraxon, Abdulhodiz, Taxmini, Zaynabxon, Islombek, Sadiyaxon, Zahrobegim, keliningiz Mahfuzaxon opa, kuyovingiz Islomiddin aka, Ilyosbek aka, chevarangiz Mubinaxon nomlaridan tabriklab qolibdilar. Yo'q demasangiz, birozgina qimmatli vaqtingizni olib, nabira qizingizni sizga atalgan ushbu go'zal va ajoyib bo'lgan tabrik xatlarini ham yetkazib qo'ysam maylimi? Rahmat, jon dilimdan eshitaman. Boringizga shukr, marhamat otajon. Assalomu alaykum. Bizlar uchun juda ham qadrli va aziz bo'lgan bobojonimiz. Payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukronali kunlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ikki dunyo baxtini, ikki dunyo taxtini ko'rib yuring ilohim. Shukrona, shodiyona ayyomingizni sizga chin dilimdan samimiy baxt, uzoq barokatli umr, mana shu umrga yetgulik cheksiz baxt saodat tilab qolaman. Doimo ko'zlaringizda quvonch bo'lsin. Xonadonimiz siz tufayli o'zgacha bir fayzlidir. Inshaalloh nasib etsinki, farzandlaringizga, biz nabiralaringizga ilohim haj, umra, Ka'batulloh, Baytulloh ziyoratlariga sizni qayta va qayta yuboraylik. Go'zal orzu niyatlaringizni albatta birin-ketin ushaltirib, hech qanday armoningizni qoldirmaylik bobojonim. Sizga baxtlar yarashadi bobojonim. Bizlarni deb hali hamon tinim bilmaysiz. Ilohim rohatimizni, baxtu kamolimizni rohatlarda rohatlanib ko'rib yuring. Yaxshiyamki, yaratgan Robbim siz kabi mehribon bobojonni nabirasi qilib yaratgan bizlarni. O'zingizni hamisha bizlar uchun ehtiyot qiling. Hech qachon dard, g'am, alam sizni yo'qlamassin. Har doim quvonchli, xursandchilik damlarimiz bundan buyog'iga ham bardavom bo'lsin. Bobojon, sizni juda qattiq yaxshi ko'raman. Yana bir bora chin qalbimdan bugungi shukrona kunlaringiz bilan tabriklab, bu dunyodagi barcha ezgu va samimiy tilaklar hamrohingiz bo'lmog'ini tilab qolaman. Yozmoqni ayladim ixtiyor. Eshitsa bo'lar deya baxtiyor. Savlati tog'dayin ulug'vor, bobomning viqori o'zgacha. Sarbosar yonimda turganda, yer titrab ketadi yurganda, gohida xayollar surganda, bobomning viqori o'zgacha. So'zlari hikmatlar makoni, borligi har nening imkoni. Dunyoni eng yaxshi insoni, bobomning viqori o'zgacha. Faxrla ko'ksimga ilganim, ishonib umidlar qilganim, borligi davlatdir bilganim, bobomning viqori o'zgacha. Qo'llari yiqilsam tirgakdir, bu hayot yo'limda o'rnakdir.
menga juda ham kerakdir bobomning vaqori o'zgacha deya shunday go'zal bo'lgan she'riy satrlar, dilnomalar ila o'z sabri xatlariga yakun yasabdilar. Otajon, sizni ham nabiralarga, farzandlarga, barcha oila a'zolari va yaqinlariga atalgan so'zlaringiz bo'lsa, samimiy tilak, duolaringiz bo'lsa, yo'lib qolishingiz mumkin. Marhamat. Rahmat, alhamdulillah. Inshaalloh bularga yaxshilik tilayman. Meni shunchaki o'ylagan uchun, yaxshi bir munosabatlar bildirgan uchun yuragimdan to bu umrda roziman va oxiratda bulardan hamisha roziman. Bularni baxtli hayot kechirishini yana Alloh taolo qancha umr bersa inshaalloh ko'rmaydi, Alloh nasib qilsin. Sizlarning mana shu bu bizni tabriklab kutlayotgan yor birodarlar, bu ovoz rejissyoringiz, studiyangiz gullasin. Juda ko'p mana qizlarimning tabriklarini qabul qilamiz shular orqali. Tanjonlar salomat bo'lsin. Shularni xonadonlardan xursandchilikda Alloh bardosh qilsin. Butun o'lka shu bugungi tavallud ayyomini men kabi va men bilan birgalikda o'tkazayotgan yer yuzidagi barcha yori birodarlarimni tabriklayman. Meni singari baxtli, saodatli bo'linglar. Men Xudoga shukr, hamma narsaga baxtga erishganman. Sababi shunday nevara jigarlarim borligi. Atrofda qo'ni qo'shnim, el yurtimiz, zamonamiz, osmonimiz musaffo. Tinchlik osmonda bir nafas olib yashab turganimizdan alhamdulillah Allohga hamd va sanolar aytaman. Hammanglarga muborakbod etaman. Hammanglarga yuragimdan, sidqdan samimiy rahmat aytaman. Salomat bo'linglar. Rahmat kattakon. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Har doim mana shu yaqinlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Doimo Robbimning panohida bo'ling. Omon bo'ling otajon, salomat bo'ling. Rahmat, tanjonlar salomat bo'lsin. Rahmat. Boringizga shukr. Samimiy tilaklaringiz uchun alohida tashakkur. Omon bo'ling.